Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ICT kursini 4-darsida ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan o'tiladigan mavzuyimiz key level haqida bo'ladi. O'tgan darsda biz liquidness haqida gaplashdik. Bu darsda ana endi biz yana ham chuqurlashamiz key level haqida. O'zi asli key level nima degani? Key level ma'nosi o'zi kalit level, ya'ni muhim level desak ham bo'ladi. Key level bizni ya'ni ko'radigan muhim levellarimiz bularga misol ICT bo'yicha FVG, IFVG, BPR va gaplar bor. Undan keyin yana order block, breaker, mana shunaqa narsalar bor, ya'ni key level. Mitigation block, rejection block turlari ko'p. Xo'p, bugun sizlar bilan ozgincha qismini gaplashib o'tamiz, ya'ni FVG lar haqida. Xo'p, keyingi slaydga hozir o'tkisak, bugungi gaplashadigan mavzularimiz bizda birinchi bu FVG bo'ladi. FVG o'zi qanaqa yasaladi va uni qayerda ishlatishimiz kerak, mana shular haqida gaplashamiz. Ikkinchisi bu IFVG bo'ladi va uchinchisi bizda BPR bo'ladi. Xo'p, boshlashdan oldin sizlarga bitta yangilikni aytib o'taman. Xudo xolasa, mana shu ICT kursini tugatganinglardan keyin sizlar уже bozorda, ya'ni bemalol analiz qilishga o'ta olasizlar. Faqat sizlar buni ishlatish, ya'ni modelni o'rgatgandan keyin uni ishlatish uchun baribir experience bo'lish uchun odamlar bilan, ya'ni traderlar bilan ko'proq ishlashinglar kerak. Mana shu ICT da ishlab yurgan yokida ICT da ishlab, ya'ni o'zini modelni yaratib olgan odamni videolarini va o'shani communitylari bilan ko'proq ishlash kerak. Buning uchun xudo xolasa biz Discord server ochmoqchimiz. Agar talab bo'lsa, ya'ni live streamda bo'ladi, erta ham mana shu live analizlar beriladi, undan keyin birga o'tirib jonli savdolar bo'ladi va bilimlar ulashiladi. Yana qo'shimcha mana shularni xudo xolasa yangilik sizlarga aytib o'tyapman. Xo'p, ana endi mavzuga qaytsak, bizda FVG. Xo'p, bizda FVG nuqtamiz qanaqa yasaladi, ya'ni FVG pattern nima degani? FVG pattern bu 3 ta candledan bo'ladi. Bu 3 ta candle, masalan, hozir bu tarafda men ko'rsataman, mana narx tepaga qarab chiqib kelayotgan candlelar, to'g'rimi? Xo'p, mana ruchkani olsam. Xo'p, bizda mana ko'rayotgan bo'lsak, nima qilyapti? Narx 3 ta mana yashil candle tepaga chiqqan. Xo'p, bizda ana endi mana bu birinchi yashil candleda high'ni olamiz. Mana uchinchi yashil candleda low'ni olamiz. Va mana shu bizda qolgan orasidagi mana bu tana, bu bo'shliq, ya'ni FVG sanaladi. FVG ni ma'nosi, to'liq ma'nosi fair value gap bo'ladi. Bizda ikkita FVG'miz bor, ya'ni bullish va bearish. Xo'p, bu bearish, bu sell FVG, bu bullish, bu buy. Xo'p, biz bunda qanaqa foydalanishimiz kerak? Ya'ni narx FVG ga keladi, kelib reaksiya olib trend bo'ylab ketishi mumkin. Birinchi sababi. Va sizlarga maslahatim, men bu example'larda, ya'ni bu darslarda men PDF qilib, not qilib qo'ymaganman. O'shaning uchun og'zaki aytib ketaman. Sizlarga maslahatim, yozib olinglar. Xo'p, narx bozor FVG ni ko'p hollarda, pashti bir 80% hollarda to'ldirib ketadi. Qachondir bo'lsa ham kelib to'ldiradi bo'shliqlarni. Va bizda mana bu FVG nuqtamizga narx kelgan payti biz tasdiq qidirishimiz kerak. Buy uchun qachon trend buyda bo'lsagina va sizga ma'lum bir qiziq liquidness nuqta yaqin turgan bo'lsa va trendimiz buyda, mana shu liquidnessgacha ishlamoqchi bo'lsangiz, FVG bizga поддержка qilib beradi. Ya'ni narxni tepaga chiqarib berishga поддержка qilib beradi. Mana shu joyda ishlatsak bo'ladi FVG da. Yokida mana o'zimni ishlatadigan modelim bor. Xo'p, bu model mana shu FVG va liquidnessga bog'langan. Bu qanaqa ishlaydi? Ya'ni men ko'proq FVG dan narxni tepaga chiqarish emas, naboroti mana shu FVG gacha men ishlab tushishni xohlayman.
Faqat bu kichkina time frame da emas, katta time frame da. Mana shunaqa holatda men FVG gacha narxni olib tushish qiziq bo'ladi menga. Xo'p. Va mana shu FVG ni narx yoki 50% ni to'ldirishi mumkin, yoki-da mana bu 100% ni to'ldirib ketishi mumkin. Bu nima degani? Narx tushadi, 50% dan reaksiya olish mumkin, 2-3 marta 50% ni hurmat qilsagina, demak bu FVG ni narx respekt qilyapti. Ya'ni narx bu FVG ni respekt qilgandan keyin biz uje keyingi, ya'ni expansion'dagi retracement-larda qo'shilib ketsak bo'ladi. Mana shu joyda biz FVG dan foydalanamiz. Yoki-da 100% to'ldirib ketish joyi qanaqa narx keladi, 100% filtr bilan to'ldirib keyin ketadi. Buni ham inobatga olsak bo'ladi. Va sizlarga yana bitta ma'lumot, FVG ni 50% yoki 100% ga kelganda kiraman, ya'ni kichkina time frame da kirmoqchi bo'lsanglar, har doim FVG ni mana bu joyiga sizlar limit qo'yishingiz kerak. Va stop lossda mana bu 3-candle'ni tagiga qo'yib qo'yasizlar. Limitni bu tarafga va take profit'ni o'zingizlar, ya'ni qiziq bo'lgan nuqtalarga qo'yasizlar. Hop, bu buy FVG bo'ladi. Ya'ni buy FVG haqida gaplashdik. Ana endi biz sell FVG haqida gaplashamiz. Sell FVG ham xuddi shunaqa ko'rinishda, faqat teskarisi bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Qora candle, mana shu candle'lar men qora qilib belgilab qo'yganman. Bunda ham xuddi o'sha gap. Narx keladi. Ana endi bu sellga poddержка qilishi mumkin. Faqat qachon narxni ma'lum bir drone liquidity nuqtasi yoki-da trend sellda bo'lib, narx premium va discount, ya'ni narx premiumga chiqib turib, keyin FVG dan qulashi mumkin. Mana shunaqa holatda biz sell va buy FVG lardan foydalanamiz. Bunda ham xuddi shunaqa 50% dan yoki 100% ni yechim narx pastga qarab ketadi. Sizlar bu FVG ni o'rganib olganinglardan keyin shoshilmanglar entrylar qilishga real shotlarda, chunki bu FVG kelganda narx qanaqa respekt qiladi va qaysi joyda ishlatish kerak bularni bilmaysizlar. Bularni sekin-sekin o'rgatib boraman. Xo'p, ana endi misollarga o'tsak, misollar ko'rsak, bozorda ozgincha o'shanda sizlarni ko'rishinglar yaxshilanadi. Xo'p, sizlar bilan misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib biz FVG larni belgilab olsak. Masalan, bu joyda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, FVG miz ishlab bergan. O'rniga qo'ysam mana narx qarasak kelyapti. FVG dan ko'ryapsizlar, narx trend bayda. FVG dan kelyapti va nima qilyapti? Reaksiya olib tepaga qarab ketyapti. Va yana nima qilyapti narx? Uje yana FVG yasagan mana 1. Men ko'rayotgan bo'lsanglar, men belgilashimga e'tibor beringlar. 1, 2, 3, 3 ta candlemi? Mana birinchi candle'da high ni olyapman va 3-candle low ni olyapman. Ko'ryapsizlar? Narx mana endi 50% mana FVG ni 50% ni deyarli mana 100% ni, polni 100% ni to'ldirib keyin ketyapti. Xo'p, endi sizlarga 50% ni qanaqa aniqlashni o'rgataman. Ya'ni bitta instrument orqali. Mana bu to'rtburchak instrument bor. Shuni topsanglar, TradingView'da chap tarafdagi instrumentlar qatorida mana shu to'rtburchakni olasizlar. Mana shu joydan tortib va настройки bo'limiga kirsanglar, mana stilda mana средняя liniya bor. Mana shuni yoqib qo'yasizlar. Bu mana bu korobkani 50% ni ko'rsatsa o'rtasini. Mana narx 50% dan reaksiya olib ketyapti. Xo'p, ana endi bizda uje chuvchi bo'lyapti narx. Qarasak, narx ancha expansion bergan. Bu holatda bizlar retracement uje taklif qilyapti. Bunda nima bo'lishi mumkin? Yoki-da narx mana Aziya low ni oldi, high ga chiqib turib, mana bu FVG ga javobini berib tushishi mumkin. Hop, hali ehtimolga qarshi bu FVG ni biz belgilab qo'yamiz va kuzatamiz. Hop. Bizda narx FVG ga keldi va ko'rayotganinglarda 100% to'ldirib, nima qilyapti? 100% to'ldirib, pastga yopilyapti. Ya'ni razворотный candle beryapti. Yana ozgincha mana bu sell saytlarga qarab balki ishlab olishimiz mumkin. Lekin men maslahat bermayman bunaqa joyda ishlab olishga. Hop, qani yurgizib ko'ramiz. Bizdan narx men ko'rayotganinglardek yaxshi bu yerdan news chiqib qolgan shekilli. Bu vaqtda narx mana bu FVG dan hozir yaxshi reaksiya olib ketdi.
yana sizlarga bitta kulchi narsa ko'rayotganinglarni ko'ryapsizlar, trend tushib kelyapti. Biz sell qarayapmiz bu Fuji'dan va Fuji'ni hurmat qilyaptimi? Buy Fuji'lar ko'ryapsizlar, ishlab bermayapti. Bu buy Fuji'lar uni buzib hurmat qilinmasdan ketyapti. Yana sizlarga narsa, har bitta Fuji 100% ishlab bermaydi. Shuni ham ta'kidlab qo'yay. Har bitta Fuji sizlarga ishlab bermaydi. Uni faqat to'g'ri ishlatadigan talablari bor. Xo'p, hozir yana bu Fuji ushadi va narx уже konsolidasiyaga tushib qolibdi. Mana bu joyda ham mana bizda Fuji bor. Lekin ko'ryapsizlar, ishlab bermayapti. Chunki nimaga? Hozircha narx sellni taklif qilyapti. Xo'p, yurgizamiz va narx уже menimcha retracement berishni уже to'xtatdimi deyman. Xo'p, menimcha retracementdan endi expansion ko'rsak bo'ladi. Azilovlar olindi. Xo'p, yo'q, hali expansion. Fujilarimiz ham yo'q. Xo'p, bizda mana bu joyda bitta Fuji paydo bo'ldi. Uni belgilab qo'ysak bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, boya yashil edi-yu, to'g'rimi? 3 ta yashil chiqdi. Lekin mana bunday holat bo'lsa ham bu Fujilarni belgilab qo'ysak bo'ladi. Bu to'g'ri. Lekin Fuji'ni hurmat qilmasdan narx pastga qarab ketdi. Hurmat qilishga hozircha e'tibor bermanglar, chunki tasdiq olish bor va kichkina time frame'da. Hop, mana endi narx katta Fuji esa, mana shunaqa katta Fuji'lar yasalgan payt har doim 50% ga e'tibor beringlar, unaqa maytdan kirib olmanglar. Va bizda chiroyli narx уже smart money reversal berib market maker buy modeli shakllantiryapti. Hop, mana endi ko'rsak narx qanaqa o'zi reaksiya berargan ekan. Hozircha 50% dan yaxshi reaksiya berdi. Keyingi kunni ko'ramiz. Keyingi kunda aziyam low olindi. Hop, yurgizib ko'rsak. Bizda qarasa mana bu joyda zo'r chiroyli Fuji yasalgan New York sessiyasida. Ya'ni bizda London low yasayapti. Low of the day bo'lyapti-da va narx tepaga qarab уже New York. Endi biz nima? Retracementdan buy ko'rsak bo'ladi. Bunaqa holatda men o'zim ishlaganman, o'shaning uchun bu joyda men ko'rsatyapman. Mana narx ko'ryapsizlar, chiroyli chiqib ketgan buy saytga. Yana qayerdan? Yana xuddi o'shanaqa ssenariy. Faqat bu Fuji'dan. Faqat 100% to'ldirib, Aziya Low'da olib keyin ketgan. Hop, Fuji'dan o'ylashimcha muammo yo'q deb o'ylayman, chunki unaqa qiyin narsa emas bu Fuji'ni belgilash. Faqat uni to'g'ri ishlata olish qiyin. Hop, bu endi xohlasa sekin-sekin o'rganib borasizlar. Qanaqa ishlash kerakligini mana aytdim. Men Fuji masalan mana zo'r hurmat qilib bergan. Chunki mana Fuji'ni qarasak, yoniga hali Fuji'ga yetib kelmagan hayla bormaydi. Bu zo'r, ya'ni Fuji'ni tepaga olib chiqib berishiga, ya'ni Fuji'gacha ham narxdi. Mana shu joylar. Xo'p, ana endi slaydlarga qaytsak, yana endi keyingi slaydga o'tamiz. Xo'p. Ana endi biz keyingi slaydga o'tsak, keyingi slaydimiz bu o'sha boyaga aytganim, ya'ni Fuji'ning 50% qanaqa belgilanishini ko'rsatdim. Ana endi biz Fuji'dan iFuji'ga o'tamiz. iFuji o'zi nima degani? Siz Fuji masalan belgiladingiz. Mana bu joyda mana shu Fuji sizga o'xshab berdi, ya'ni narxni podeshka qilib beryapti tepaga. Lekin narx kelyapti-da, bu Fuji'ni buzib qo'ydi. Siz bu Fuji'ni o'chirib olishga shoshmang. Chunki nimaga? Bu Fuji birinchi bo'lib sizga buyga, ya'ni narxni hurmat qilib berdimi? Ana endi narx kelib turib uni buzib ketdimi? Bu Fuji ana endi biz uchun sellga podeshka qilib beradigan Fuji bo'ladi. Buni nomi bizda уже inversion fair value gap bo'ladi. Narx mana shu inversion fair value gapdan chiqib narx pastga qarab reaksiya olib ketishi mumkin. Mana shu joyda biz ana endi buy ishlab ozgincha berib keyin sellga buzib o'tgan Fuji'ni ana endi biz sell uchun ishlatamiz. Mana shu narsa bizda iFuji hisoblanadi. Hop, mana bu joyda ko'ryapsizlar, mana narx tusha bergan
ushlab berib tepaga chiqib buzib ketgan. Mana buzgandan keyin mana tanasi bilan mana korobkani buzgan va mana keyin nima qilyapti? Chiqib turib bu Fuji'ga reaksiya berib keyin qulayapti. Ya'ni uje sekin hovliga qarab tushib kelyapti. Biz mana shuni IFUG deymiz va mana shunaqa joyda ishlatsak bo'ladi. Tushundinglar degan umiddaman. Ana endi yana misollarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, sizlar bilan misollarni ko'ramiz. Bozorda yurgizib ko'rsak, boya grafik, boya FUG-larni belgilagan joyimiz. Hop, bu tarafdan sizlarga agar topsam ko'rsatib beraman. FUG nuqtani. Xo'p, bizda yo'q. Ha, mana bu joyda bor ekan. Ko'rsak. Qarasang mana bizda FUG bo'lgan, to'g'rimi? Mana bu joyda mana birinchi candle lowi, bu uchinchi candle high. Mana bu FUG bo'lib, narxni qanaqa hurmat qilib bergan. Kelyapti narx. Reaksiya olib pastga buzdi. Nima qilyapti? Retracement и ketyapti dalish. Mana shu bizda FUG. Buni rangini hozir sizlarga boshqacha qilib ko'rsatsam, mana o'shanda tushunishingizga osonroq bo'ladi. Ko'rinadi degan umiddaman. Qarasang mana bizda nima qilyapti narx IFUG mana FUG bo'lyapti-da. Buzyapti va IFUG ga aylanib mana shu yo'nalish bo'yicha buy side taraf qarab ketdi. Mana bu tarafda yana ko'rsak bo'ladi. Mana bu joyda ham bizda narx nima qilyapti? Ko'rayotgan bo'lsak, mana bu joygacha belgilab qo'yaylik. Birinchi mana kelib turib FUG bo'lib beryapti va buzib o'tilyapti. Kelib tepaga va yana bir marta kelib tepaga balki ushlab berar. Ko'ramiz. Ozgina yurgizsam. Ha, mana yana ko'ryapsizlar, narx ushlab beryapti mana shu FUG. Bu FUG ham mana ushlayapti hozir. Bu ham buzilsa, mana hozir birinchi FUG-ni ana endi buzilib o'tgandan keyin mana sariq rangga qilib qo'yaman. Tushunishingiz uchun va menga yozib qo'yamiz. IFUG. Hop, yana narxni yurgizib ko'ramiz. Hop, bizda mana bu joyda ham yana IFUG bo'pti, qarasang. Narx nima qilgan? FUG bo'lgan, buzib o'tilgan, reaksiya berib pastga qarab tushgan. Mana. Hop, mana bu joydagi mana FUG'imiz ana endi IFUG ga aylandi, to'g'rimi? IFUG ga aylangandan keyin buni ham hozir rangini o'zgartiramiz. O'sha IFUG ga aylandi. Endi yozib qo'yamiz. Endi nima qiladi? Biz narxni kutamiz nima qilishini. Mana bu joyda chiroyli likvidnesslar yig'ilgan. Kelib turib, retest berib, ya'ni pastga qarab ketishi. Shunaqa payt kasha qilmasa edi. Ishkalari o'chib qoldi. Hop, ana endi biz nima kutamiz? Mana shu joydan, ya'ni sell berishini, to'g'rimi? Kuzatamiz. Hozircha yana 50% dan zo'r reaksiya olib, narx nima qildi? Mana bu lowlarga qarab tushib ketdi. Hop, yana mana narx kuchli ushlab qoldi bu FUG-ni. Yana FUG. Hop, bu tarafdan endi belgilab qo'ysak bu joyda endi kattaroq FUG bo'lib ketar ekan.
Mana belgilab qo'yamiz. O'zi menga bunaqa katta FVG'lar uncha yoqmaydi. Kichkinaroq bo'lsa ham ko'p ishlab bergan bo'lsa, ana o'shanda zo'r bo'ladi. Ya'ni mana bunga o'xshab. Bizda уже maytdagi oxirgi likvidnessni yechib qo'yibdi narx. Hop. Endi kuzatamiz nima qilar ekan. Hozircha bizda FVG keldi. FVGdan yaxshiroq olyapti, lekin oxirigacha emas. Bizda IPVG'lar ham xuddi shunaqa 100% ishlab bermaydi. Hech qaysi narsa 100% ishlab bermaydi. Mana bu joyda ko'ryapsan, o'zi IPVG bo'lgan, lekin qulab ketgan. O'tkazib olibmiz. Mana bu joyda mana FVG bo'lgan narx ishlab bergan va mana IPVG buzib deb ketibdi. Xo'p, IPVG ni tushundinglar degan umiddaman. Bu FVG ni buzilgan variant bo'ladi. Hop. Ana endi keyingi slaydlarga o'tsak. Hop, bizda ana endi keyingi slaydimiz bu BPR haqida gaplashamiz. Hop, ICT BPR o'zi nima degani? BPR da to'liq ma'nosi Balanced Price Range degani. Bu nima degani? Ya'ni ikkita FVG ni o'rtasidagi bo'shliq. Ikkita FVG o'rtasidagi bo'shliq. Hozir sizlarga oson belgilash usulini o'rgataman. Hop, bizda birinchi FVG bor, to'g'rimi? Mana shu FVG nuqtamiz belgilab olamiz. Mana bu korobka bo'yicha belgilab olganimizdan keyin narx chiqib ketyapti-da va tushib yana boshqa FVG yasayapti. Ya'ni qayerda yasayapti? Mana shu joyda. Ya'ni FVG ni ichida. Ichida bo'lmasa ham, FVG ni ichida ham mana shunaqa bo'shliq bo'lsa bo'ladi. Hop, bizda mana bu FVG bo'yapti sellga, to'g'rimi? Bu buyga. Ana endi buni qanaqa birlashtirishimiz kerak? Qaraymiz, bizda qaysi taraf mana tepani birinchi belgilamoqchi bo'lsak, qaysi taraf baland? Agar biz mana bu korobkani mana hozir bu korobkani tepaga olib chiqib qo'ysak, mana bu bilan teng qilib qo'ysak, ma'noga ega bo'lmay qoladi. Chunki nimaga? Bizga bo'shliq kerak. Bu bo'shliq nima bo'ladi? Har doim tana bo'ladi. Belgilashimiz uchun, ya'ni o'ziga tortish uchun tana kerak bo'ladi. Xo'p, tana qayerda bor? Faqat mana bu joyga bu korobkani sursagina bizda mana shunda mana tekis bu tana bo'ladi. Buni to'g'ri keladi. Ana endi pastga o'tamiz. Pastki tarafda agar biz bu korobkani, ya'ni bu korobkani tepaga olib chiqsak, mana o'shanda mana bu tarafda tana bo'ladi. Bu svechada ham tana bo'ladi. Mana shu joyda bizda to'g'ri bo'ladi. Agar bu korobkani pastga olib tushganimizda bizda bu tana to'g'ri bo'lardi, lekin mana bu joyda soya qatnashib qolardi. Ana o'shaning uchun pastga olib tushimiz mumkin bo'lmaydi. Ikkalasi mana shu korobkani, demak, buni pastga olib tushimiz kerak ekan, buni tepaga olib chiqishimiz kerak ekan. Mana shunda keyingi holatda mana bunaqa bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar? Mana bu joyda narx mana BPR hosil qilgan. Bunda biz qanaqa entry qilamiz? Bu BPR ham narxni chiroyli ushlab beradi. Ya'ni padeshka qilib beradi. Bu BPR dan biz bilib olishimiz kerak yoki o'ziga tortuvchi nuqtalar sifatida ham zo'r magnit nuqta bo'lib beradi BPR. Xo'p. Ana endi yana biz mavzu bo'yicha misollarni ko'rib chiqamiz. Mana shu BPR bo'yicha. Xo'p, sizlar bilan ana endi misollarni ko'ramiz. Birinchi bo'lib qarasak, mana bu joyda bizda BPR hosil bo'lgan ekan. Mana FVG bor. Bu FVG ni boshqa mana FVG buzib qo'yapti. To'g'rimi? Ana endi biz bu korobkalarni birlashtirishimiz kerak. Men hozir bu rangini ko'k qilib qo'yay. Mana endi biz bu korobkalarni birlashtirishimiz kerak. Hozir biz buni pastga tushirib qo'ysak, mana bu soyalar qatnashib qolgan bo'ladi. Bunda mumkin bo'lmaydi, ya'ni mantiqiga bo'lmaydi. Agar biz bu sariq korobkani tepaga ko'tarsak, ana o'shanda bir xil tanalar bo'ladi. Ya'ni tanalar orasidagi mana bu korobka bo'ladi. Mana shu BPR to'g'ri belgilanish bo'ladi. Mana shunday holat ham mumkin. Ya'ni birinchi FVG bo'lib tepaga olib chiqib bermasa, sirasi yana ikkinchi FVG buzib ketishi mumkin. Mana shunday ham belgilab qo'ysak bo'ladi. Hop, kuzatamiz. Narxdan o'zi yaxshi reaksiya olib bergandan keyin narx darshi pastga qarab tushib ketdi.
Ya'ni qayerga? Mana bu liquidnessga. Hozircha BPR'imiz yo'q. Kuzatamiz. Hali mana BPR ushab turibdi narxda. Ana endi buzib o'tib ketdi. BPR'da kuch qolmadi. BPR o'zi yasalish ozgincha qiyin bo'ladi. Lekin yasalsa ham yaxshi. Nima derdi? Narx padishga qilib beradi. Kuzatamiz. Mana hozir mana bu joyda yasaldi lekin. Qarasa bizda Selga Fuji bor va bu Selga Fuji nima qilyapti? Mana baydagi Fuji buzib qo'yapti. Shuni sariq rangini belgilab olsak, ana endi biz nima qilishimiz kerak? Korobkalarni tana qilishimiz kerak. Bu korobkani mana yerda tursa, mana yerda soya qatnashyapti. O'shaning uchun biz tanaga tushiramiz. Bu ko'k korobkani bo'lsa, tepaga chiqarishimiz kerak bu tana bo'lish uchun. Ana endi mana shu joyda bizda BPR hosil bo'ldi. Kuzatamiz narxni tepaga, ya'ni mana bu buy saytli taraf chiqib ketishini. 50% dan mana yaxshi reaksiya olib ketyapti. Fujiga ham yaxshi reaksiya berdi bu tarafda. Konsolidatsiya. Narx tepada. Bizali BPR. Mana bu joyda yana BPR hosil bo'ldi. Qarasak, bizda Selga Fuji va mana bu bayga Fuji. Buni ko'k bilan chizib qo'yamiz. Ana endi bularni birlashtirishimiz kerak. Agar buni pastga olib tushsak, mana yerda soya qatnashadi. Ana o'shaning uchun sariqni tepaga olib chiqishimiz kerak. Agar bu ko'kni tepaga olib chiqsak, mana bu joyda soya qatnashadi. Demak, sariqni pastga olib tushish kerak. Mana endi bizda BPR hosil bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Bir xil chiziqda, bir xil tanalar. Endi yurgizib ko'ramiz. Lekin nima bo'lyapti? Narx buzib o'tib ketdi. Buzib o'tib, uje bu BPR naborot ishlab bergan, как Fujiga o'xshab. Shun bilan narx tepaga qarab uchib ketgan. Xo'p, o'z BPR unaqa ko'p chiqmadi. Ko'rayotganingizdek, kam chiqdi-yu, ishlab berish ehtimoli yuqori bo'ldi. Xo'p, bugungi darsimiz tugadi. Agar tushungan bo'lsanglar, xursandman. Agar tushunmagan bo'lsanglar, kommentda savollar bo'lsa so'ranglar yoki Telegram kanalimizga o'tib ham savollar bo'lsa so'rashinglar mumkin. Va sizlarga bitta maslahat, buni bozorda o'zingizlar trend bo'ylab chizib, hamma narsani belgilab ko'ringlar. Ana o'shanda sekin-sekin tushunib olasizlar. Xo'p, hammaga rahmat. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha.